Hurmatli fuqarolar va tadbirkorlar, davlat boshqaruv organlari va idoralari xodimlari, Adliya vazirligi tomonidan o'z tizimida korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Agarda vazirlik va hududiy boshqarmalar, davlat xizmatlari markazlari, xidiyo organlari, arxiv, tuman shahar adliya bo'limlari, yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, Xadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazi xodimlari tomonidan xizmat ko'rsatish jarayonida Adliya vazirligi va uning hududiy boshqarmalari Intellektual mulk agentligi tomonidan joylarda o'tkaziladigan tekshiruv va o'rganishlarda, notariat va advokatura faoliyati bilan shug'ullanishda, litsenziya olishda korrupsion holatlarga duch kelsangiz, zudlik bilan Adliya vazirligi tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limining 71 kodi bilan 207 04 64 raqami yoki ichki 1321 1322 1323 1324 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki kuchukcha Antikor bot Telegram boti orqali xabar qoldirishingiz so'raladi. Xabar bergan shaxsning sir saqlanishi ta'minlanadi. Murojaat uchun qo'shimcha aloqa vositalari